Ko'zimga termulishlaring sevaman. Bugun ham hech kim eshitgisi kelmadi-ya. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz tuzukmisiz? Yaxshi. Zo'r etdingiz. Rahmat. Yoqqandan xursandman. So'zlarim muloyim, yonimda bo'l doim. Yosh boladay uyalma, meni yerga toyim. Tinglagin so'zimni, berkitma ko'zimni. Qora chiqlaringda yor ko'rgim kelar o'zimni. Oh sevaman yor, ko'zimga termulishlaring. Oh sevaman yor, yosh boladay kulishlaring. Oh sevaman yor, yerga qarab turishlaring. Oh sevaman yor, oh sevaman yor. Siz ham ashula aytishga qiziqasizmi? Yo'q, bu shunchaki eski orzu. Orzular hech qachon eskirmaydi. Seni beg'uborliging, menga e'tiborliging, baxtim kulgani meni, hayotimda borliging. Har daqiqa ko'rsam ham, ko'zim uzmay tursam ham, so'g'inaman ne qilay, yoningda o'tirsam ham. Oh sevaman yor, ko'zimga termulishlaring. Oh sevaman yor, yosh boladay kulishlaring. Oh sevaman yor, yerga qarab turishlaring. Oh sevaman yor, oh sevaman yor. Bugun men bu sahnaga bir qizni taklif qilmoqchiman. Madina. Mama. Oh sevaman yor, ko'zimga termulishlaring. Oh sevaman yor, yosh boladay kulishlaring. Oh sevaman yor, yerga qarab turishlaring. Oh sevaman yor, oh sevaman yor. Shu tasodifiy uchrashuvlar hayotni o'zgartirar ekan-a? Balkim bu tasodif emasdir?